Ustagaramizga ketma tegmagan layfhaklar uy sharoitida tega ishlab chiqarish usulini ko'rib o'tamiz. Bizga kerak bo'ladi oddiy atrabon, shablon kerak bo'ladi ustagalar. Laboy joylarda lazerdan temir lis o'yadigan apparatlar bor. Shu yerga borib sirraz shablon, mana bu shablonlarni o'ydirib kelasizlar va xohlasizlar mana bunday 45 gradusli, 90 gradusli tegalarni ham chiqarsa bo'ladi. Bunga nima kerak bo'ladi? Bunga 500 markali semun va sim va shablon va shulqum kerak bo'ladi. Bitta loy tayyorlanadi. Banglatib tegani ishlab chiqaraverasiz. Xohlasangiz to'g'risi, xohlasangiz mana shunaqa 90 gradusli. Qarabsizki, laykni mahlab qo'yish kerak mustaqillar. Uy sharoitida tegani banglatib chiqarib elimizga xizmat qilsak bo'laveradi. Bizneslarda zo'ri bitta laykni mahlab qo'yasizlar ustakalar.